Assalomu alaykum hammaga. Navbatdagi gilamimiz oxir qolgani uchun yana ham arzon qilib bermoqchimiz. 3 ga 4 qolgan. Pulini 450 ming so'm bermoqchimiz. Kimga kerak bo'lsa 3 ga 4 gilomni 450 ming so'mga olib olishingiz mumkin mana oxir qolganligi uchun. Qobiljon, nima gap? Nima o'ylanyapsiz? Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, xayrli kun hammaga. Yaxshi kayfiyat. O'ylanishim sabab mana gilamimizni qo'yib yuborsamki obunachilarimizga deyapman. Eng qalin gilomimiz. Gilamlarni poshshosi desak ham bo'laveradigan qalin, o'ta zich gilomimiz. 3 ga 6,5 qopti. Qalinligi zo'r ekan. Obunachilarimizga qo'yib yuborsak nima deysiz, rahmat aka? Qalin gilam so'rashyapti. Bitta mana tarafdan ham qalinligini ko'rsatib qo'ying-da, keyin ayting narxini. Hayotda qalin gilam, yaxshi. 3 ga 6,5 metr qolgan. Keragini ham kesib beraveramiz. 450 ming atrofida sotgan gilamimizni oxiri qolgani uchun faqat obunachilarimizga 290 ming so'm qilib belgilaymiz. Shoshilinglar. Qalin gilomni ham juda ko'pchilik so'rashyapti edi. Mehmonxonalarga 3 metrlik, bu yog'i 6,5 metrgadir. Qancha bo'lsa kesib beramiz, avilular ichida. Shoshilinglar. Yaxshi gilam. Kelaverasizlar. Manzilimiz o'sha Poytoq Toshkent Petari bu yoni Abdumannob ota gilam do'koni. Telefonlarimiz afishanada bor. Kelaverasizlar.